Xitoyning atalmış tarbiyalash lageri tuzimidan 90 yoshlik buvaylarning amon qolmaganligi ma'lum. Atışdagi diniy zat Abidin Damullam shularning jumlasidan bo'lib, uning lagerga qamalganligi bir necha yil burun urug' tuqqanlari tarafidan oshkorlangan edi. Yaqinda uning 96 yoshida turmada nachar sharoit va kasallik sababidan vafot bo'lganligi o'tirg'i chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, dini olim Abidin Ayub Atish Bostan mahallasi Qayraq masjidining 30 yillik imomi bo'lib, uning Amerikada turishlik jiyani 2019-yili uning lagerga qamalganlik uchurini olgan. Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur milliy uslubida selingan uylarni atalmış konu o'ltiraq rayonlarni o'zgartirish bahonasida chiqib o'zgartirishni davomlashtirayotgan bo'lib, bu yil yana 3696 yurish uyini chiqib o'zgartirishni planlagan. Tangirtog' to'rining 8 fevral xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazoratining oshkorlashicha, Xitoy hukumati bu yil Sharq Turkistonda atalmış xatarlik konu uylarni o'zgartirish nomida Urumchi shahridagi 5 tavallik rayonidagi 3696 yurish uyini chiqib o'zgartirishni planlagan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonning tabiiy boyligini texnik tez suratda talon-taroj qilish uchun cho'nqur burg'ulayalaydigan 175 megapaskallik besim bilan besish uskunasini tarim neftligida sinab qilib ishlatishga boshlagan. Xitoy neft gazetining xabar qilishicha 2 fevral Xitoy neft tabiiy gaz guruhi cheklik shirkati 12 ming metrlik cho'nqurlikda qazolaydigan avtomatik burg'ulash mashinasini tarim neftligiga o'rlashtirgan bo'lib, 28 yanvar tarim neftligining Bo'z rayonidagi bir quduqda Xitoy neftining tunji yurish 175 megapaskallik besim bilan besish uskunasini sinoq tariqasida ishlatgan. Dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoy tor bekatlari yerlik taratquv niqobi ostida Xitoy Kompartiyasining saxta tashviqoti uchun xizmat qilgan. Kanada tadqiqot organi Fuqarolar tajribaxonasi e'lon qilgan yangi tadqiqot dokladida ko'rsatilishicha, Yevropa, Osiyo va Latin Amerikasidagi 100 dan ortiq tor bekat o'zini yerlik xabar tor bekat qilib ko'rsatib, Xitoyni qo'llaydigan har xil mazmunlarni tashviq qilgan. Amerika ovozining bu haqdagi xabarda bildirishicha, Xitoy hukumati tarqatgan tashviqot materiallari 30 davlatdagi tor bekatlarda tarqatilgan bo'lib, yerlik axborot organlari bilan Xitoy organ taratqullarining o'rtoqlashgan xabarlari tarqatilgan. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi 5 burchaklik bino Isroilning G'azzadagi Rafah shahriga ilib berish mumkinchiligi bo'lgan harbiy hujumga qarta g'azzaliklarning texmo ko'p azob oqibat chekishini ko'rishni xohlamaydiganligini bayon qilgan. Yana bir tarafdan Yevropa Ittifoqining diplomatiya siyosati vakili Josep Borrell Amerikaning G'azzadagi urushda fuqarolarning talofatga uchirganligi sababidan Isroilga qilgan harbiy yordamini qayta o'ylanishga chaqirdi. Yaponiya diplomatiya ministri Kamikawa Yuko chatal ziyaratining bir qismi sifatida Fijining poytaxti Suvada o'tkazilgan Tinch okean oroli munbiriga a'zo bo'lgan. Tinch okean oroli munbiriga a'zo bo'lgan 18 davlatning ministrlari va yuqori darajalik rahbarlar bilan ko'rishdi. Egilishicha, yaqin jarayonda Yaponiya va Tinch okeandagi orol davlatlari zo'rlik bilan va bir taraflama holda rayon holatini o'zgartirishga urinishlarga qattiq qarshi turadiganligini bildirdi.